Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Faster Freddy. Bugungi videoda biz Among Us o'ynaymiz. Among Us o'ynashni bilganlar bormi? Like bosib qo'ysizlar. 3 ta odam hozirchalikka. Kiyimimizni almashtirib turaylik. Ya bo'lmaydi. Qani endi bo'ldi do'stlar, mana endi odam ko'paysa 15 ta bo'lsa videoni yoqaman. Do'stlar, mana boshlanyapti Among Us. Video qiziqsiz bo'lib qolar ekan-da. Mayli. Bo'lmasa boshladik. Mana shu taqalar yoqmaydimi sizlarga ham? Boshlanishi bilan chaqirib oladi bular ham. Asab buzuq. Nima deyishdi? Do'stlar, qaysi deb o'ylaysizlar? Mr. Beast'mi? Mr. Beast. Tanlayveramiz. Короче. Nima deb yozsa bo'ladi? Ba'zilar kimga gapirdi? Mana shunga gapirdim. Tanlash bo'pti. Mr. Beast'ga ovoz beramiz. Skip qilinar ekan. Unda boshlandi. Mana shu itlar yana sukuntirmasdan ozgina qisib tursa, ozgina o'ynab qiziqarli bo'ladi. Sizlar ham o'ynasa mana shu taqalar erishadimi? Ne bo'ldi ekan, ha? Desam, ikki shu bo'libdi. Do'stlar, ko'rdinglarmi? Mana shu yerda mana ham oldimizda turadi, mana shu. Mana shu kirisa bo'lsa kerak. Solar brakmidi? Tanlavordi xullas. Liboyga 5 ta like yig'ilsa, klips bilan ulanib o'ynaymiz. Tanlashsin tezroq. Tanlashsin. Kim dedi bana? Yozamiz. Qaysi biri bo'lishi mumkin? Ko'p kishi ikkitasiga berdi. Ikkitasi bittasi bo'lsa kerak. Boshlandi. Ketdik. Ana ular tayyor turibdi bosishga. Ya. Hoppa. Qayda chaqirishdi ham? Verilişim yok. Aman işte akıllı.
Kimga tanlaymiz endi? Bu yerda kim yozishi, o'shani tanlayveramiz. Budweiser Race. Shape Shifter. Maşallah zapotives. Kimni tanlaymiz? Gapirini tanlayverama. Mana shu Budweiser sizlar mana shu. Voy. Bosa ko'zlar to'zaydi. Yuttuk do'stlar. Video tugadimikin yo yana o'ynaymikin? Pulsani bo'ladi endi 8-o'raman. Oy, ketdi odam. Давай, tez qo'shilinglar. Ba'da yo'qsak bo'larkan. İltimos 1 minutdan keyin boshlaylik dedi. Tamam do'stlar. Yana bilmadim. Kommentga negativlar shart, negativlar shart. Nimaga deyishim mumkin? Chunki video rek bo'lish boshlaydi. Chunki negativlar gapirgan bo'ladi. Nima deyaptim bilmayman. Ana boshlandi do'stlar. Eng qiziq joyi 13 kishida ham bo'laveradi. Boshlaylik. Mr. Beast boshlaydim tezroq. Ketdik do'stlar. Bu safar agar impostor tushib qolsa menga tez o'ldirib voy. Başladık. Uy yani. Çok karıştı. Fayda. Kaç kişi olup gitdi? Mr. Beast o'zi ham o'libdi do'stlar. Nima degan gap bu? Tanlayveramizmi? Mana shunga o'sh qutida. Mana shullas. Ashla tezroq tanlasa bo'ladi-ku. Impostor age deyishdi. Yo'q dedi. Age is nimadir deyapti. Ama age keyin kimdirga tanlayveribdi-ku. Tezroq bo'lsin. Bularga farqi yo'q. Izlab qolaveradi. Mening videoim cho'zilib ketadi. Skip void. Qanaqa skip void? Chiqarsa chiqaraveradi. Qana ash. Ligiyorman ashi 3 ta ovoz yig'ibdi. Ko'ramiz. Nimaga? Ha bo'ldi. Tiy. 3 ta impostor hali ham bor. Hozir ko'zimga hamma g'alati ko'rinibdi. Mana shu deb o'libdi desam emas ekan. Qani. Ish bor ekan. Endi mana shunchalik ishqimiz 3 minutda. Shu.
ko'ramiz. Bitta ko'rsatib. Haligindan bir yana boshlandim ha. 3 kishi o'libdi bu safar. Hamma bittada o'ldirgan bo'lsa 3 kishi o'lgan. Ovozim boshlanishi bilan mashinaga beramiz. Ber. Mr. Beast is cremated. Liquor is imposter. Biz aşağı Liquor'ga veriyorduk. Aegis shape'da olmadı. Aegis imposter görüştü de dostlar. Qana berdimi? Men o qiz yo'qmi asab buzdilarga. Qani Liquor ko'raylikchi. Va o'zim biluvdim. Umasida biluvdim men. Mashinaga olqam kelib qolmasam keyin. Aşağıda poylayımız. Karanlıkta. Yeah. Asab büzet deme işle çakırırım. Silagam yo'qmi, değil mi? Age tanlab ko'raluvchi bu safar endi. Hamma Age gapirdi. Tanladik. Nima deymiz endi? Odamlar gapirganini qilaymiz-da biz ham. Age ketdi. Shunda hozir impostor ushta bo'lsa, 2 kishi qolgan, 1 kishini o'ldiradi, bo'ldi. Yo'q, 2 ta impostor qoldi. Ko'patamiz hali. Mana shu ro'paqangda. Among Us o'ynadi bola biladi buni azobligini. Yep. Tepehe hizmet. Ketdim. Vahime qilmani, vahime. Shu. İş kerak menga, ish qilaman. Ye. O'yinni yarmida tugatib yuboraman shekilli do'stlar. O'zimga bermayman. Mashinaga ham o'sha qittada mashina berib yuboramiz. Biz bu deviz nedir debdi. Mana edi. Bundoq qilib yozamiz. Sev. Kimni tanladi? Ha. Mana shu. Qani kim ekanlar bu kishi? Tochkani xo'jayini. Ana, men bilgandim. Menda birinchi bo'lib matalab berdim, keyin bular tanlashdi. Ish yo'q. Mashina bo'lsa kerak. Yo'q dedim. Ish bo'lmagan. Bedam yo'q. Hammaga xayr bo'lmasin do'stlar. Sizlar bilan Foster Freddy bo'ldi. Endi videoni tugatib o'zim davom ettirib qo'yaman. Sizlarga see you, bye bye. Короче, tushungan bo'lsam. Xo'p, kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'ysanglar, bo'lmasa hammaga xayr.